Bu ishda aslo qila ko'rmanglar. Hurmatli svarshi hamkasblar, ko'rsataman nima ishligini. Qaranglar mana. Svarka qilganman. Bilasizlar bu yer nimalik? Eng qizig'i 0 dan 100 gacha motor bo'lib yig'ilayotgan mashina. Yig'ilayotgan mashina, qaranglar, endi mana bu blokda ko'rsatib beraman. Akalar, to'g'ri, svarshisiz, yillik tajribaga egasiz, fantaziya kuchli, nomer 1 svarshisiz territoriyasida gap bo'lishi mumkin emas. Cho'yanni svarka qilib, suv oqishini, yog' oqishini to'xtatishingiz mumkin, lekin davlina bor joyda. Juda qiyin svarka bilan cho'yanni, chugunni to'xtatish. Davlina bor, baland, magistral. Svarka qilgan, yorliganda. Svarka qilgandan keyin qo'yaveradi. Nomiga nisbatan hali vozillab boqmaydi. Namlanib qolaveradi. 3-4 soat yursa ichi 1-2 tomchi oqaveradi. Shunaqa muammolar chiqaveradi mana. Bizga kelgungacha qilishgan, u hozirgi ko'rsatgan bo'ladi. Endi qilish bizni ham qo'limizdan kelmaydi. Balki qildirmay olib kelganda bir qanaqadir yo'llari bilan eplasa bo'larmidi? Elektr svarkada urib yuborgan. Oddiy shu 4 oylar svarka qiladigan svarka. To'g'ri, yaxshilik qilmoqchi bo'lgan svarshi bu mashinaning egasiga. Endi u yaxshiligini esdan chiqaradi mashinaning egasi. Boshqa blok oladi, qo'yadi. Shuning uchun qo'limizdan kelmagan ishga har doim qilib yurgan ishimiz emasmi? Qilmaganimiz ma'qul. Bu bilan nima demoqchiman? Shu mashinaning egasiga bo'ladi xolos bo'g'il. Kuzatishda davom etinglar, like bosib tursanglar bo'ldi.